Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar to'rbetining hurmatli mushtarilar. O'tganda sizlarga aytdim, chiroyli ko'k osmonliq, go'zal tog' manzaralarini ko'rsatgandim. Bugun tog'da havo ancha yaxshi emas. Osmon kulrang, qor yog'yapti, ozroq bo'ronmi bor. Lekin zo'r g'ayrat bilan yana qarta yilg'il chiqdim. Chunki qarta yildiganlar bor, vallam yolg'iz emas albatta. Qish faslida albatta bu bir tabiiy hodisa. Shunga ancha go'zal bo'lmasimi? Mushu havodagi manzarlardan biroz huzuringlarga sunay. Qarta yilg'ili bir soatdek bo'ldi. Odamlar yo'q deyarlik. Bugun shundoq bir tinch bir kun bo'ldi. Bugun bir butun kun qor yog'adi ekan baribir. Pek chiroyli kun emas, lekin yanalam xo'shallik. Ma'qul emsa, bugun o'shanchalik ko'rsatay. Diqqatinglar tuvandagi asarda bo'lsin. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Shvetsariyaning Verkoran deydigan bir kichik tog'liq kentida hozir ko'rganinglardek sirtda yana davomli qor yog'yapti. Men albatta sizlar turayotgan davlatda qaysi fasl ekanligini faraz qila olmayman. Shvetsariyada hozir qish fasli. Amma ta'kidlab qo'ydiganim, mayli qaysi faslda bo'linglar, har xil shart-sharoitlardan foydalanib, agar shart-sharoit bo'lmasa shu sharoitlarni yaratib, badan chiniqtirishga ko'proq ahamiyat bering. Xo'sh. Bugun qo'limda Yalqin Rozining Loy qal'aning siri nomli asri. Bu to'plamda, ya'ni maqola, obzorlar to'plamida sizlarga o'qib berishni xeyli uzundan beri o'ylab yurgan bir asar bor. U bo'lsa-mu 20-asrdagi tunji islohotchi Abduqodir Damolla. Bu asar sal uzunroq, shunga 3 bo'limga bo'lib o'qib beraman. Bugun birinchi bo'limini anglaysizlar. Xo'sh. 20-asrdagi tunji islohotchi. Islohot insoniyat tarixidagi yo'riq tema. Islohot yaxshilash, tuzitish, o'zgartirish demakdir. Ya'ni
vaqti o'tgan ko'ni tuzum, ko'ni ideyalarni zamonga loyiqlashtirib, tuzitib va o'zgartib, hayotiy kuchga boy yangi tuzum, yangi madaniyat va yangi ideyani yaratish yoki umumlashtirishni ko'rsatdi. Islohotning shakli ko'p xil. Önemi farqli bo'lsa-mu, biroq o'rtaqligi shuki, barliq islohot intayin mushkullik ichida yurgiziladi. Shunga islohotchilar oldi bilan qo'rqmas jasoratga, yiroqni ko'rar farosatga ega bo'lishi kerak. Bunda tub saponi hozirlamagan odamning islohotchi bo'la olishi mumkin emas. Insoniyat tarixidagi barliq donliq islohotchilar dal mushundaq sapoga ega munavvar azmatlardir. 20-asr Uyg'ur tarixidagi tunji islohotchi, mashhur olim Abduqodir Damollam dal mushundaq tub sapoga ega zot edi. Abduqodir Damollamning hayoti, ideyasining shakllanishi va islohotchilik faoliyatlarini tadqiq qilish bizning 20-asrning boshlaridagi milliy hayotimizga munosabatli bir qator masalalarni yoritishimizda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Uyg'ur jamiyatida jadidlik harakati qachon, qanday boshlangan? Uyg'ur jamiyati tatar ma'rifatchilari qo'zg'agan jadidlik harakatiga ovoz qo'shib, ideyaviy iqim paydo qila olganmi yo'q? Uyg'urlar orasida jadidlik ideyasiga ega ma'naviy yo'lboshchilar borliqqa kelganmi yo'q? Uyg'ur adabiyotida jadidlik ruhiga ega asarlarni ijod qilish qachon boshlangan? Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining shakllanishi qanday ta'sir ostida amalga oshgan? Uyg'urlarning siyosiy engi va milliy engi qachondan boshlab uyg'ongan? Bu bir qator masalalar bizning madaniyat, ma'rif, ideya, adabiyot tariximizga munosabatli masalalardir. Men bu maqolamda Abduqodir Damollamning hayoti, ideyasining shakllanishi va jadidlik faoliyatlarini bir qator mantiqli ravishda bayon qilish orqali bu aniqsiz masalalarga javob berishga tirishdim. Meningcha Abduqodir Damollam davri bo'lgan 1910-yillardagi ma'rifatchilik harakatlarini yo'ritganda bu masalalarga bir qadar ro'shan javob topqili bo'ladi. Hammamizga ma'lum, Islomiyat tarixida 18-19 asrlar mislsiz fojialik davri hisoblanadi. Chunki bu asrlarda İslamiyat dunyosidagi dunyoviy ikki cho'ng imperiya bo'lgan Turk Osman imperiyasi bilan Turk Mo'g'ul imperiyasi kun sari ojizlashib, qadamma-qadam zavollikqa yuzlangan. Ham oxirgi hisobda biri yo'qotilib, biri langishib qolgan. O'rta Osiyo o'lkalaridagi Afg'oniston va Eron egizligidagi ushshaq islom xonliqlarining holimi o'xshash qismatga mubtalo bo'lgan. Bu asrlarda yana islomiyatning ishki qismida uzoqdan beri yamrab kelayotgan har qaysi mazhablarning bid'at qarashlari va chokana tashabbuslari keng musulmonlarning aqida e'tiqodlarini izidan chiqarib o'tgan. Bo'libmi So'pi ishonlar guruhi islom hukmronlarining saltanatiga soljidak choplashib elib, ularning real dunyo haqidagi jangovar qarashlarini chertib o'tgan. Tarki dunyolikni eng oliy axloq deb davron silib, ularning ijtimoiy hayot sahnasidan baxt izlash g'oyalarini sirliq xiyoliy tuyg'ularidan qanoat izlaydigan ahamiyatsiz urinishlarga burib o'tgan. So'pi ishonlar guruhining qaymoqtirish kuchi zo'r tashabbuslari musulmonlar jamoatini izdanish, kurash jasorati kamchil, ma'rifat ruhi sus, aql kuchi zaif, imoni mujmal, axloq saposi to'van onqov jamoatga aylantirib o'tgan. Tarki dunyochilik kayfiyati hukmron o'rinda turayotgan bundaq sharoitda yashagan kishilarning ko'pinchisi bara-bara xor zarliq ko'chisida qiqilib so'qilib yashashni har olmaydigan beparvo jamoatga aylangan.
Qısqası, Sopi işallarının tərki dünyacılıq təşəbbüsləri musulmanlarının köpüncüsünü oğrulluq, çeçilanğuluq, boşanlıq, qaşanlıq illətlərinin patqaqığa patırıb etken. Bu sopalar dəvrində İslamiyyət dünyası tamamen ularının boyaqları bilen boyulub ketken. Qayerdə şəhər yoki yeza bo'ladi ekan, u yerdə sopalar bar edi. Demek İslami hakimiyetlerinin zayıfleşişi, musulmanlarının tushkunlashishi, İslam e'tiqodidagi millatlarning mahkumlikqa yuzlanışı, iğri tarixiy yuzlanish bo'lib qolgan mushu davrlarda dal buning aksicha hakim millatlar hisoblanadigan Yevropa ellari kun sari qudrat tepib, kuchayib bormoqda edi. Ularning ma'rifat ruhi misli ko'rilmagan darajada uyg'onib, raqobat iqtidori eshib, har jihatdan qudrat tepib. Ularning top zambirak bekitilgan kema paraxotlari dengiz okeanlarini tinimsiz kezib, zamonaviy qo'shinlari saldak yamrab, yangidan yangi mustamlika zaminlarini izlamoqda edi. Ularga nisbatan to'limi sirliq ham sehrlik hisoblanadigan sharq ularning bo'ysundirish, talon-taroj qilish nishoni edi. Ular sharqni bo'ysundirish va talon-taroj qilishdan iborat bu maqsadga yetish yo'lida bir-biri bilan tinimsiz bahslashatdi. Bo'libmi qora niyati urg'ib turgan Britaniya imperiyasi bilan Char Rossiya imperiyasining bas-basda zamin kengaytishi natijasida İslamiyet dünyası Şimali Afrika, Hindistan cho'nqurliqi va O'rta Osiyo zaminida kayni-kaynidan fojialik qismatga duchor bo'lib, qulluq kishanlari bilan chambarchas bog'lanib, umid chirag'i barg'an sari xiralishib, o'zining tarixiy dushmanlarining hukmronligini cheksiz hasrat elkida qabul qilishga majbur bo'lmoqda edi. Mana shundoq ig'ir tarixiy kulpat İslamiyet dünyasının tarihi şan şöhrətini, İslam ellerining milliy erik huquqini va ma'rifatchilik ruhini asliga keltirish uchun fidokorlik ko'rsatalaydigan shir yurak milliy dahiylar bilan o't yurak mutafakkurlarning o'tirig'i chiqib, kulpatdan qutulishning yo'llari ustida izlanishini taqozo qildi. 19-asrning oxirgi yerimida barliqqa kelgan Jamoliddin Afg'ani 1838-yil tug'ilib, 1897-yil vafot bo'lgan. Shayx Muhammad Abdu 1849-yil tug'ilib, 1905-yil vafot bo'lgan. Vakillikidagi islom uyg'onish harakati va Qrimliq tatar mutafakkur Ismoil G'asprali 1851-yil tug'ilib, 1914-yil vafot bo'lgan. Vakillikidagi milliy gullanish harakati İslamiyet dunyosini g'aflat uyqusidan uyg'otish qo'ng'irog'ini chaldi. Shubhasizki, islohot ruhi kuchli İslamiyet mutafakkurlarining ideyaviy ta'limoti yaqinqi zamon islom gullanish harakatidagi muhim turtki hisoblanadi. Xuddi zamonimizdagi tadqiqotchi Saydogo'y aytgandek, islom millatlari ojizlashgan va qul qilishga uchirgandan keyin ularning asarlari bu millatlarning jasorati va ishonchini asliga keltirdi. Ularning ulug'vor ideyasi va tinmay kurash qilish ruhi sharq islom davlatlarining yaqinqi zamondagi gullanishiga yetakchi bo'ldi. Texim to'g'riraqi, ularning ta'limi talash tartishsiz holda sharqdagi ideya gullanishining belgisi bo'lib qoldi. On 19-asrda islom dunyosiga ko'rsatgan ta'sirdan aytganda, ular haqiqatanmi dunyoviy mutafakkur hisoblanadi. Chunki ular biror islom davlatiga borsa, shu davlatning zaminidagi chirik hukmronlarga qarshi vatanparvarlikning kuchli inqilob yolqinini tutashtirib etadi. Ularning hayotida kishilarga qoldirgan gavdalik va cho'nqur ta'siri islomiyat dunyosining ittifoqlashishi va uyg'onishini orzu qilish ham mustamlikachilikning tajovuziga qarshi turish
tashabbusi hamda mushu yo'lda bosh egmay botirlik bilan kurash qilish ruhidan iborat. Mushu tashabbus asosida ular siyosiy, ijtimoiy va diniy sohadagi bir qadar cho'ng masalalarda faylasufning mantiqiy cho'nqurligi va botirligini, siyosatchining yiroqni ko'rarligi va qat'iyligini, diniy islohotchining aql parasti va ochiq yo'riq xislatini ifodaladi. Ular masalani rad qilg'usiz darajada aniq tushunishlik o'tirg'a qo'yapti. Ular tabiiy fan ruhi tamamen unutilib ketgan İslamiyet dunyosida tabiiy fan ruhini uyg'otish uchun Xudo ikki kitob avatgan. Uning biri Qur'on, yana biri tabiat dunyosidan iborat. Biri muallif yozgan bu ikki kitob bir-biriga zid emas. Shuning uchun tabiatga hurmat qilish, uni o'rganish lozim degan. Ular yana mundaq qaragan. Keyingi kunlarda islom dinining qatoriga har xil tarkibdagi kishilar kirib, har xil ideya formatsiyalarini elib kirib, har xil g'ayri aqidalarni shakllantirib, kishilarning ideyasini qalaymaqonlashtirib qolmasdan kuchli ta'sir va kuch hosil qilib, islom dinini aslidagi aqida va prinsiplardan chatlatib etdi. Dinda faol kurash qiladigan ruh tugadi. Ko'ngilliqqa yepishib elish, passivlik bilan kutish musulmonlarning nesivisi bo'ldi. Vaqtning o'zirishi bilan davrning olg'a besayotgan iqimidan ayrilib qoldi. Shunga ular islohotni dindan boshlash, kishilarning ideyasi va ideologiyasini o'zgartirishdan boshlash kerak deb qarab, musulmonlarni davrning olg'a besayotganligini to'nishga, bugungi dunyoda qatorda turmoqchi bo'ladi ekan, jafoliq ishlashga, tirishib ijod qilishga va qurishga, o'tganki shon shuhratni madiylash bilan mamnun bo'lib yurmasdan, hozirgi zamon fan madaniyatini qabul qilishga chaqirdi. Din bilan fanning, din bilan siyosiyning munosabatini to'g'ri bartaraf qilishni kuchab targ'ib qildi. Ular fan bilan din zid emas. Din fanni inkor qilmaydi. Fanmi dinni inkor qilmaydi. Dalillash prinsipi va qonun chiqarish farqlanadi. Yakuni o'xshash. Shunga musulmonlar fan bilan dinni qarama-qarshi qilib qo'ymay, hozirgi zamon fan texnikasini o'rganishi lozim deb qaradi. İslamiyet dunyosidagi ong uyg'onishiga mas qadamda Turkiy xalqlari orasidami islohot ideyasi shakllandi. Bu xil ideya jadidlik deb ta'riflandi. Jadidlik zamonaviylashish, yangilash harakati bo'lib, u Islomiyatning qimmat qarashi asosida Yevropaning ilg'ori fan madaniyatini o'rganib, uni milliy madaniyatga xizmat qildirishning bir xil ifodasi edi. Jadidlik harakatining bayroqdorlari Rossiyaning Qrim ham Edil Oral bo'ylaridagi tatarlar orasidan chiqqan mashhur mutafakkur islohotchilar edi. Ular Turkiy xalqlari duch kelgan tarixiy krizisni hal qilish ustida bosh qotirib, Qrim yarim oroli, Edil Oral bo'ylari va O'rta Osiyo o'lkalarida aktiv harakat qildi. İsmail G'aspralining ijtimoiy faoliyatlari uning ong jihatdagi haqiqiy uyg'onishini amalga oshirmay turib, kimning do'st, kimning dushmanligini, nemining zalolat, nemining saodat ekanligini farq etolmaydigan nodon xalqqa kelajakning dog'dam yo'lini ko'rsatgili bo'lmaydiganligini cho'nqur tushunib yetganligi ifodalandi. U Rossiya musulmonlarining taqdiri ustida qayg'urib, Rus hokimiyati Turkiy xalqlarining ideya jihatdan turg'un holatga tushib qolishiga sabab bo'ldi deb qaradi. Afsusnarligi shuki,
mahkum xalqda zulmni his qiladigan ong bo'lmasa, ular zulmni kundalik turmushning odatdagi mazmuni sifatida his qilib ketaveradi. Zodi qanday qilganda krizis engini o'yg'itib, zamonning zaruriyatlarini cho'nqir tushangili, milliy ongni o'yg'itib, hurriyat ruhini shakllantirgili, xurofotlikqa xotima berib, aqidani saqlashtirgili, nodonlikni cho'rib tashlab, ma'rifat ruhini tiklagili, xorliq, ittifoqsizlik, bo'shonlik, qashonliq illatlarini tugatib, gullanish yo'liga qadam qo'yib, oxirida qulluq kishanlarini pachoqlab tashlag'ili bo'ladi. Mana bu İslamiyet dunyosidagi diniy mutafakkirlar bilan milliy dohiylar fidokorlik bilan izlanadigan, o'ylanadigan jiddiy masala edi. 20-asrning 10-yillari Qashqarni markaz qilgan holda qanot yaygan milliy uyg'unish harakatining bayroqdori, mashhur jadidchi olim Abduqodir Domollam xalqimiz orasidan chiqqan ana shundoq o'y orzudagi tunji islohotchi mutafakkir edi. Abduqodir Domollam bilan zamondosh mashhur shoir Tajalli hazratlari 1856-yil tug'ilib, 1925-yil vafot bo'lgan. Ning tili bilan aytganda, Abduqodir Domollam noziklikda ruhqa, irodasining mustahkamligida toqqa, ilmining mo'lliqida dengizga o'xshaydi. Afsuslanarligi milliy hayotimizda intayin muhim rol o'ynagan ijtimoiy islohotchi hisoblanadigan Abduqodir Domollam haqida hozirgacha e'lon qilingan barliq cho'ng-kichik asarlarda Abduqodir Domollamning hayot faoliyati mujmallashtirib etilgan. Davr orqa ko'rinishi tahlil qilinmagan. Islohotchilik ideyasining shakllanish bosqichlari ro'shan yo'ritilmagan. Shunga sistemalik bog'lanish yo'q bo'lib qolgan. Bir ideyaning shakllanishi muayyan orqa ko'rinishdan va muayyan bosqichni besib o'tishdan xoli bo'lishi mumkin emas. Men izlanish, dalillash, muhokama qilish orqali Abduqodir Domollamning faoliyati, ideyasining shakllanishidagi orqa ko'rinish va bosqichlarni sistemalik bayon qilishga tirishdim. Abduqodir Domollam 1870-yili Otishning Mashhadga tutash Bag'iriq kentida dunyoga kelgan. Mashhad Qaraxoniylar xonligining ulug' xaqoni Sultan Satiq Bug'roxon bilan uning ustozi Abu Nasr Samoni dafn qilingan mashhur joy. Tarixda o'tgan saltanat egalari bilan saxovatchi boylar Sultan Satiq Bug'roxon bilan Abu Nasr Samonining hurmati uchun qabrgoh, yeniga masjid, madrasa, xonaqolarni bino qilgan. Abduqodir Domollam dastlabki ma'lumotni mana shu yerdagi Has Sultan madrasasi da olgan. Yeshi 20larga ulashganda Qo'qonga chiqib 2 yil o'qigan. Ayni yillarda Buxoroda o'qish allamu bo'lishning yo'li edi. Chunki 15-asrdan keyingi Buxoro islom dini ilmi bo'yicha nufuzli olimlar va mashhur madrasalar to'plangan joy edi. Shunga kishilar Samarqand sayqili olam, Buxoro quvvati islom deb ta'riflashadi. Abduqodir Domollam Otush va Qo'qonda egillagan bilimlarga qanoat qilmay, ilmda kamolatga yetish uchun Buxoroga berib, u yerdagi Abdul Azizxon madrasasiga o'qishga kirib, diniy ilmning har qaysi turlari bo'yicha cho'nqur ma'lumot olib qolmasdan, adabiyot, tarix, mantiq, hisob va arab, fors tillarini pishiq egallagan. U Buxoroda Mavlona Abdurazzoq, Buxoro muftisi Ivaz Xo'jandi,
Qo'qantning Shayxul Islomi. Jib adamning og'zi kelmay ketdi ma gap. Qo'qantning Shayxul Islomi Damulla Ulug'xon töramlardan dars olgan. Abduqadir Damollam 1907-1909 yillarda bu ustozlarning vafotiga atab yozgan marsiyalarda ularni yuksak hurmat va qoyillik hissiyoti bilan madhilagan. Buxara shahri asrlardan beri islom dunyosining eng muhim ta'lim-tarbiya va madaniyat markazi bo'lib kelgan edi. Mashhur tasavvufchi Bahovuddin Naqshbandi 1388-yili qazo qilgan. Barpo qilgan Naqshbandiya iqimining markazi edi. Shunga islom dunyosida Buxarai Sharif deb ulug'lanadi. Bu tarixiy va ijtimoiy jarayon. Buxoroda madrasa mudraslari bilan diniy ulamolar yetakchiligidagi kuchli bir qadimiychilik aqidasini shakllantirgan edi. Bo'libmi Buxoro amiri Abdullah xon zamonida Shayxul ulamolikqa taklif qilingan Mirzajon Shirazi dunyoviy fanlarni o'qitishni cheklash jihatda ulga tiklagan. Bu ulga 3 asr jarayonida keng omumlashgan. Shunga Qrim va Edil Oral bo'ylaridagi tatarlar orasida tez ulg'ayotgan jadidlik fikr iqimi Buxoroda kuchli qarshilikka uchragan. Bu mutassib qadimiychilar jadidlikni islomga qarshi bir harakat shaklida ko'radi. Amaliyotda Buxorodagi islom ma'arifi keyingi chaqlarda ko'pincha mengini chirtadigan bilimlarni o'g'itadigan qaloq ma'rif bo'lib qolgan. Buxoro madrasalari ilg'orlik va taraqqiyotni jon jahli bilan chatga qoqadigan ideyani tarqitish bilan to'nilgan. Abduqadir Damollam bunda qaloq muarifning ziyonliq ta'siridan qanday qutulganligini 1916-yili Shura jurnaliga yozgan Adabiy bir musohiba degan maqolasida mundaq bayon qilgan. Sap vijdonimning va ba'zi haqiqatchi zotlarning so'z suhbati ham yo'l ko'rsatishlari Buxoroda ilm tahsil qilish jarayonida hosil bo'lgan xurofotlik va gumonxo'rlik zulumatidan, shundaqla mantiq, kalam, falsafa kitoblarining sharh hoshilari, qatma-qat uzundan uzunga so'zilgan safsatlardan hosil bo'lgan xurofot zanjir kishallaridan aql fikrimni ozod qildi. Mayada Abduqadir Damollamning bir rasm berilibdi. Abduqadir Damollam bilan suhbatlari qurgan ham uningga yo'l ko'rsatgan haqiqatchi zotlar kimlar edi? Bu haqiqatchi zotlar haqida Abduqadir Damollam aniq qilib undaq yozgan. Buxoroda g'oshixonlikdan zaharlangan aql va fikrimning shifo topmoqligiga yana bir sabab buyuk olimlardan Ibn Taymiya, Ibn Qayyum Javzi, Jamoliddin Afg'oniy va Shayx Muhammad Abdu hazratlarining asarlarini mutoli'a, mulohiza qilmoq va hozirgi zamondagi tarjimon, vaqt, shura kabi foydali gazet va jurnal maslaklariga agashmak bo'ldi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Abduqadir Damollamning islohot eni va jadidlik ideyasi Buxorodagi o'qishini tugitib qaytib kelgandan keyin shakllanishga boshlagan. Abduqadir Damollam Buxorodagi o'qishini tamomlab 20-asrning harpisida Qashqarga qaytib kelgan. Tunji nikohi
ko'ngildagidek bo'lmay, ikkinchi qitim Naila ismli qiz bilan to'y qilgan. Uning tunji farzandi Abdul Aziz Mahsum 1903-yili dunyoga kelgan. Abduqodir Domollam o'qishni yangidan tugitib kelgan yosh domolli bo'lish sifati bilan Qashqardagi umumiy iqim ichiga singib ketgan. U bir holatdagi yangi qarashlarni o'tirg'a qo'yib, ta'sir paydo qilishga petin olmagan. Chunki Yevropa ellərdə ma'arif, ma'rifatchilik ishlari rosa yuksalayotgan sharoitda Uyg'ur jamiyatida dal buning ta'tirsicha jaholat, ya'ni ong, bilim, fikrda qorong'ulik hukm surib o'tadi. Abduqodir Domollam Qashqarda bir mazgil mudarrislik qilgandan keyin haj farzi ado qilg'ach chet ellardagi islohot ahvolini bilib kelish maqsadida 1906-yili Makkaga borgan. Hajni ado qilib bo'lgandan keyin Istanbulda 2 oy turib Misrga borgan. O'zining yezishicha Misrda Tatar taliblarning yordamida dongliq yangilikparvar mutafakkur Shayx Rashid Rizo Elva jurnalining boshlig'i Mustafa Kamil va Tahsiriya madrasasining mudiri Sayyid Muhammad Apandi qatorliq zotlar bilan fikrlashgan. Islohot ruhi kuchlik adib olimlarning asarlarini o'qib, islohotchilik ideyalarini qabul qilgan. U Misrda 2 oy turib, ondan ona vataniga qaytgan. U bu qitim xeyli g'ayrat qilib, Qashqar aholisini taraqqiyotga va jadidlik islohotiga dalolat qilishga kirishgan. Uning yoshlarga xos qizg'in hissiyot bilan ilib borgan bu dalolatlari xurofotlik, nodonlik, qoshshoqlik, uchiga chiqqan mutaassiblikning qatma-qat chang to'zonlariga ko'milib qolgan Qashqar diyorida aksicha o'nim bergan. Mutaassib o'limalar uningga birdak o'kt qo'pgan. Ikki o'tirdiki tüp zidiyat madrasa maktablarining o'qitish metodi, savoq usulini va o'qitish mazmunini yangilamaslik masalasiga markazlashgan. Abduqodir Domollam o'qitish usuli va mazmunini yangilashning ahamiyatini to'nib yetgan ilg'or zot edi. U mashhur tatar jadidchilarining ideya tashabbuslaridan xabardor edi. Ko'nicha o'qitish usuli qatmal bo'lg'ashqa jadidchilar qat'iy isloh qilishni talab qiladi. Dongliq tatar jadidchi olim Rizoiddin ibn Faxriddin 1858-yil tug'ilib, 1937-yili vafot bo'lgan. Savoq, ya'ni dars usuliga riayat degan maqolasida kaskin qilib savoq usuli va tarbiya qoidasi buyuk va shu nisbatda muborak bir fan. Savoq usuliga rioya etmagan muallim o'z e'tiborsizligi sababidan bolalarning zehnlarini azmakdan boshqa bir foyda keltirmas. Bolalarni bundoq muallimlarga bergandan ko'ra o'zining tabiiy holiga qoldirgan yaxshidir. Hozir ta'lim ravishlari, ya'ni usullari, shakllarini o'zgartib yengilashga zamon bizlarni taqozo qiladi deb ko'rsatgan. U zot o'qitish mazmunini yengilashning zarurligini ta'kidlab mundaq yozgan. Rus paranglar, ya'ni Yevropaliklarda bo'lgan ajoyib ixtirolarning barchasi foydali ilmlar ta'lim etilmak sababidan maydonga kelgandir. Ustimizdagi ko'nglaklarimiz, ostimizdagi ko'rpalarimiz, chanayu harvalarimiz, hattoki siyohu qog'ozlarimiz, qisqasi yalang'och tenimizdan boshqa nemamiz bor bo'lsa, barchasi shular qo'lidan ishlanib chiqqanligi ularda tarbiya durust bo'lib, bizlarda durust bo'lmagani uchundir. Lekin bizlar
qachongacha el vatanning ro'naq tepishi uchun zarracha foyda keltirmagan kitoblardan saboq bermak bilan bolalarning zehnlarini zaharlab, istiqbollarini barbod etarmiz. Ammo Qashqar o'limalari islohot degan atalg'uga Buxoro mudarrislariga o'xshashla so'g'uq qarag'ashqa Abduqodir Damollamni qattiq chatga qiqib yetim qoldirgan. Natijada Abduqodir Damollam Qashqarda tura olmay 1909-yili yana Qo'qand, Toshkent, Buxoro taraflarga yo'l olgan. Abduqodir Damollam O'rta Osiyo shaharlariga borgandan keyin bu joylardagi yep-yangi jonlanish manzarasini ko'rgan. Qrimliq mutafakkur Ismoil G'asprali qo'zg'agan jadidlik harakati bu yillarda O'rta Osiyo o'lkalarida jo'sh urib rivojlanayotdi. Jadidcha maktablarining soni tez sur'atda ko'payayotdi. Taraqqiy, Xurshid degan gazetlar nashr qilinayotdi. Munavvar qori Abdurashid Xon, Abdulla Avloni, Mahmud Xo'ja, Bahbudi qatorliq jadidchilar safning oldida rol o'ynayotdi. Abdurauf Fitrat boshchiligidagi jadidchilar Buxoro amirligi tavasida Buxoro amirining to'sqinligi va besimlariga qaramay o'qitish sohasiga o'xshash siyosiy sohalardami islohot va uyg'onish vaziyatini yaratishga tirishmoqda edi. Qozon, Orenburg, Ufa qatorliq shaharlardagi tatar ma'rifatchilari bu mezgilda allaburun davrni yetaklaydigan alohida ta'sirga ega ziyolilar qo'shini bo'lib shakllanib bo'lgan edi. Ular oliy maktablarni qurib, gez jurnallarni chiqarib, kitoblarni nashr qilib, jadidlik harakatini yuqori do'lqinga ko'tarib bo'lgan edi. Ahmad Hadi Maqsudi, Rizoiddin ibn Faxriddin, Yusuf Aqchora, Musa Jarulla qatorliqlar dohiy sifat jadidchilarga aylangan edi. Baxtiga yarasha Abduqodir Damollam Buxoroga borgan mezgillarda Buxoro o'limalari ideyada muayyan darajada o'zgarish yasagan bo'lib, ilgariki usuli jadid haram, uni o'quvchi dahriy degan fatvo o'rniga usuli jadid vojib, uni o'qish zarur degan fatvoni maydonga chiqargan edi. Buxoro tojiklari orasidan chiqqan mashhur jadidchi adib Sadriddin Ayniyning yozishicha, Ismoil G'asprali 1908-yili Buxoro amirligiga ziyoratga kelganda jadidcha maktab etish masalasini muzokara qilish uchun o'limalarni chaqirgan. Muzokirada Molla Nizomiy degan kishi Buxoro amiri Abdullahaddin maktab etishga maxsus o'rin ko'rsatib berishni iltimos qilgan. Muzokaraga qatnashganlar maktabning ismini Ismoiliya qo'yishni o'tirib qo'ygan. Ammo Ismoil G'asprali buni muvofiq ko'rmay, Buxoro amirining dadasi Muzaffariddinning ismi bo'yicha Muzaffariya qo'yish taklifini bergan. Mana buningdan jadidchi maktab etish Buxoro amirligi tavasida o'limalar va amirning eriyasini o'tib umumiy qizg'inlikqa aylanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. O'rta Osiyodagi cho'ng shaharlarda jadidlik harakatining bundoq tez rivojlanishiga 1905-yildan 1908-yilgacha bo'lgan qisqagina 4 yil ichida Char Rossiya, Eron, Hindiston va Osmon imperiyasida yuz bergan inqiloblar sabab bo'lgan. 1904-yili portlagan Char Rossiya bilan Yaponiya o'rtasidagi urushda Rossiya mag'lub bo'lib, xalqaroda og'ir ahonatga qolgan. Shu sababdan Char podshohning mustabidligidan norozi bo'lib kelayotgan Peterburg va Moskva shahridagi ziyolilar va ishchilar 1905-yili inqilob qo'zg'agan. Bu qitimqi inqilob orqali Char podshoh
Nikolay II shu yili 10 ayda oktyabr bayonotini e'lon qilib, Duma tuzumi, so'z erkinligi, matbuot erkinligi va yig'ilish erkinligini yo'lga qo'yishga majbur bo'lgan. 3 yil davom qilgan bu xil demokratik siyosiy muhit Char Rossiyaning zulmini chekayotgan O'rta Osiyodagi xalqlarning milliy va siyosiy engining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Natijada har xil ijtimoiy tashkilotlar barliqqa kelgan. Rossiya inqilobining ta'sirida shu yili Persiya, ya'ni bugungi Eronda burjua inqilobi yuz bergan. Tehron xalqi keng ko'lamli yig'ilish o'tkazib, podshohdan bosh vazirni vazifasidan qoldirishni, islohot elib berishni talab qilgan. Xalq ommasining besimi ostida Persiya podshohi 1906-yili 7-oyda xalqning ishonchidan qolgan vazirni vazifasidan elib tashlagan ham milliy parlament ta'sis qilishga qo'shilgan. 1906-yili 10-oyning 7-kuni Persiyaning birinchi navbatlik milliy parlament yig'ini Tehronda ochilgan. Yig'inda Persiya tarixidagi tunji burjuacha asosiy qonun ma'qullangan. Uningda mundaq belgilangan: Persiya podshohlik asosiy qonunliq davlat. Parlament eng oliy huquqliq organ. Fuqarolarning yig'ilish o'tkazish, matbuot, so'z erkinligi va ma'arifdan bahramand bo'lish huquqi bor. Xususiy mulk daxlsiz. Islom dini davlat dini. Persiyadagi o'zgarish islomiyat dunyosini zil-ziliga solgan. Burjuaziya sinfi shakllangan millat va rayonlar bu o'zgarishning ta'siriga kuchli uchragan. Uzoqdan beri Britaniya mustamlikchilarining dardini tortib kelayotgan Hindistonda D.J. Tilakning rahbarligida 1905-yili millatchi siyosiy tashkilot Hindiston Avtonomiya ittifoqi qurilgan. 1906-yili diniy siyosiy tashkilot Hindiston musulmonlar ittifoqi qurilgan. Agha Xon raislikka saylangan. Hindistonda bu inqilobiy tashkilotlar turli yo'l bilan Britaniya mustamlikchiliklariga qarshi harakatlarni qanot yaydirgan. Bu tabiiy holda O'rta Osiyo musulmonlarining ijtimoiy harakatlarini qanot yaydirish qizg'inligiga ilhom bergan. 1908-yili lingishib qolgan Osman imperiyasining markazi Istanbulda Birlik va taraqqiyot jamiyatining mustabid sulton deb nom olgan Abdulhamid hukmronligiga qarshi qo'zg'agan inqilobi yuz bergan. Inqilob natijasida sulton Abdulhamid parlament tuzumini yo'lga qo'yishga majbur bo'lgan. Bu inqilob O'rta Osiyodagi turkiy xalqlar ichidagi ilg'or kuchlarning qalbini zaratlagan. Ular o'zlarining siyosiy, ijtimoiy g'oyasini amalga oshirish yo'llari ustida izlanishga kirishgan. Abduqodir Damollam O'rta Osiyo o'lkalarida 1905-yildan 1910-yilgacha bo'lgan vaqtda yuz bergan islohot o'zgarishlardan cho'nqur ilhom olgan. Abduqodir Damollam Qo'qand, Toshkent va Buxoroda bir mezgil turib, O'rta Osiyo jadidchilarining islohot tajribalari, jadidlik harakatlari bilan yaqindan tanishqash, Javohirul Eyqon, Miftahul Adab, ya'ni adabiyot ochquchi nomli kitoblarini bitkazgan. Miftahul Adab 1910-yili Sirajuddin Mahdumning ko'chirgan qo'l yozmasiga asosan Toshkentdagi G'ulomiya matbaasida besilgan. Shu jarayonda Abduqodir Damollam yana toshkentlik Murod Xo'ja degan kishi Parischadan tarjima qilgan Turkiy Guliston nomli kitobga taklif bilan she'riy taqriz yozgan. Abduqodir Damollam fikri o'tkir, bilimi mo'l, mas'uliyat tuyg'usi ustun, islohot orzusi kuchli kishi bo'lish sifatida O'rta Osiyo jadidchilari bilan cho'nqur munosabat shakllantirgan. O'zining islohot niyatini, jadidcha maktablarni echish orzusini
amalga oshirish uchun Bidoyatus sarf, Bidayatun nahvi qatorliq darsliklarni tuzib, Qashqarlik taraqqiyparvar savdogarlar Nuruzzoda Hoji Muhammad Ali, Abdurahim Axun, Mahmud Axunlarning iqtisodiy yardım bilan Qozon shahridagi millat matbaasiga besib berishga ham Qashqarga avatib berishga topshirib bergan. U Toshkentda turgan mazgilda tuzgan Miftahul Adab nomli kitobining muqaddimasida samimiylik bilan butkul O'rta Osiyo o'lkalaridagi Turkiy xalqlarining iqtidorli kishilariga ilgirki yaxshi olimlarning yo'lida mengib, manfaatlik ilm va oliy ma'arifni qo'lga keltirishga tirishqayla deb murojaat qilgan. Bu faktlardan biz Abduqodir Domollamning nufuzining kuchayib O'rta Osiyo o'lkalaridagi obro'li o'limalar va jadidchilardan bo'lib qolganligini his qila olamiz. Qartazlaydiganlar Demek o ana vatanida topolmagan obro'y inovatni O'rta Osiyo o'lkalarida topgan. Ammo uning tub g'oyasi ana vatanidagi jaholat tutaklari ichida temiz qilib yurgan mazlum qarindoshlarni odamdek ong va arzu bilan o'ziga xo'ja bo'lgan holda yashash yo'liga boshlash edi. Obro'y inovati eshib ishonchisi kuchayib, g'oyasi pishib yetilgan Abduqodir Domollam 1911-yili Olmaota orqali taraqqiyot va yangicha ma'arifni yo'lga qo'yish jihatda Xinjiang bo'yicha oldida ketayotgan shahar G'uljiga kelgan. Bu yillarda G'uljida Abufka Musaboyevlar va G'ulja tavasiga yangidan kelgan tatar ma'rifatchilari ochgan yangicha maktablar dastlabki qadamda shakllangan edi. Abduqodir Domollam G'uljida ilg'orlikqa moyil dongliq o'lima Abdumut Ali Xalpan bilan suhbatlashib, uningga jadidchilikni tashviq qilgan. Abduqodir Domollamning din bilan fanni birlashtirish, o'qitishga bir qism dunyoviy fanlarni kirgizish, usuli jadidni yo'lga qo'yish tashabbuslari Abdumuttali Xalptimning ishonchisini texmi oshirgan. Nodonlik va jaholatga qarshi turib, xalqni uyg'otish faoliyatlarini texmi kuchaytgan. Xo'sh, o'qisam yana davomli o'qib ketaverdi ekanman. Bugun o'shagacha o'qiyli. Davomiga diqqat bering. Bu yerda men bir narsani eskartib qo'ygim kelyapti. Kitob o'qish munberimizdagi asarlarga ko'ngil berib kelayotgan qarindoshlar bilasizlar. Munberimizdagi asarlar bizni kuldirishdan bakarak o'ylantirdi, tafakkur qilishga undaydi. Meningcha har bir asardan ozdir ko'pdir manfaatlanamiz. Shunga asarlarni, yoqtirgan asarlarni ham bahrlashni unutib qolmanglar. Agar munberimizga texi mushtari bo'lmagan bo'lsanglar, knopkani besib mushtari bo'lishni tavsiya qilaman. Xo'sh, bugun o'shanchalik bo'lsin. Kitob o'qishimiz kelar qatam ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.